kechirasiz. Men xizmatchini chaqiraman. Quloq soling, to'xtang, hammasi joyida. Tinchlansangizchi, bunday holat hammada bo'lib turadi. Shunday qilib, menga qanday turmak yarashadi? Boyagi baqiroq bechora qizni kamsitayotganida nega siz jim turdingiz? Bu shunchaki meni ishim emas. Ha, demak sizniki Yo'q, emas. Lekin u sizga xizmat ko'rsatayotganida, agar men mijozlar bilan shunday munosabatda bo'lsam, ularni yo'qotishim. Lekin men shahzodaman. Meni yo'qotadigan mijozlarim yo'q. Rostdanmi? Davlatingiz fuqarolari mijozlaringiz emasmi? Yo'q, ular meni qo'l ostimdagi odamlar. Ha, taslim bo'lishadi va sukut saqlashadi. Sochimni ehtiyot bo'lib kesishingizni so'rayman. Bilasizmi nima? Sochingizni o'zingiz kesing, zot oliylari. Nima? Ketyapsizmi? Sochimni kesib qo'yishingiz kerak edi-ku. Biror yomon ish bo'ldimi? Yo'q, yomon odamlarga uchradim xolos, sen va siz ham. Lekin ko'yligingga gap yo'q.